Sizlarga zo'r narsa ko'rsataymi? Hozir. Feberlik yangilik chiqarishdan to'xtamayapti. Xuddi mana shu mahsulotimiz, bu mahsulotingizni xolodilnikda yaxshi ushlab, hidi bir-biriga urilib ketmasligi uchun xolodilnikni ochganingizda sir, go'sht, baliq hidlari bir-biriga aralashib, dimog'ingizga urilmasligi uchun mana shunaqa sharikchalarni o'ylab topishibdi. Ya'ni ishlab chiqarishibdi. Xo'p, bu sharikchalar nima? Sir, kolbasa, baliq hidlari xolodilnikda tursa, mana bir hidiga bir-biri uradi-ku, ana shu hidlar bir-biriga urmasligi uchun, polufabrikat mahsulotlari uchun, ko'katlar uchun juda ham yaxshi mahsulot. Mana rasmlarni ham ko'rsatib qo'yibdi. 3 ta sharikcha, artikuli 111.60. Bu mahsulot ichida mana bunaqa dorisi yo ziravori bo'ladi. Buni ichida 2 oydan 4 oygacha sizga xizmat qilib beradi. Yaroqlik muddati esa ishlab chiqarilgan kundan boshlab 2 yil ekan. Juda ham chiroyli bo'lgan narsa. Mana, men 2 oy deman, uzr, adashimman. 3 oydan 4 oygacha ekan. Narxi unaqa qimmat emas. Qani edi? 105 ming so'm. 105 ming so'mga bitta donasini 3 oydan ishlatganingizda ham 3 tasi sizga 9 oy xizmat qilib berar ekan. Yaxshi mahsulot, olishlarini tavsiya qilaman. Xo'p. Bu qolgan mahsulotlarim Feberlikda faqatgina 300 ming so'm yo 375 ming so'mlik mahsulot xarid qilishim kerakmi deb so'rasanglar, yo'q, unaqa emas. Hattoki o'zinglar uchun, masalan, mana shu krem yoki sovun, xullas, limit bor. Atiga 160 ming so'm evaziga Feberlikka tekinga a'zo bo'lasiz. Shundoq kirasiz, skladni o'zidan mana shu mahsulotlarni olib, o'zingiz uchun ishlatishingiz mumkin. Shunda sizga mana bunaqa 160 ming so'mga mana bunaqa shak sovg'a kelmaydi. Bu faqat 350 ming so'm sarf qilib, shakdan o'tsangizgina bu keladi. Men a'zo bo'ldim, kirdim va mana shu atirni tekinga oldim. Mana bular esa 160 ming so'mga olsangiz bo'ladi. Bularni. Narsalari qimmat emas. Tashqaridan mana shu kremlarni qimmat narxga 45 ming, 50 mingdan olib ishlatganingizdan ko'ra arzon narxda o'zingiz uchun olishingiz mumkin. Halol sertifikati bor. Sog'lig'ingiz uchun, yuzingiz uchun hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q. Men sotuvdaman. Xo'p, kimdir Feberlik mahsulotlari bilan qiziqsa, ishlashni xohlasa